Esmuzik sud saytida ishni nimadan boshlash kerak? Bu yerda hamma bosqichlari ko'rsatib qo'yilgan. Masalan, birinchi bosqichi energiya audit so'rovini yuborishdan boshlanadi. Bu bosqichni shu videoda ko'rib chiqsanglar bo'ladi yoki sizlarga hozir mana ketma-ketligini ko'rsatamiz. Bu juda oson. Mana birinchi yangi qo'shishni boshlaganidan keyin telefon hamma raqamlar o'zi avtomat chiqib keladi va masalan xonadon egasi bo'lsa xonadon egasi tanlanadi. Masalan, o'z mablag' hisobidan bo'lsa, o'z mablag' hisobidan va qiziqqan tovarlar belgilanadi. Energiya samarador bo'lgan tovarlar. Bundan tashqari shu kadastr nomeri ixtiyoriy tarzda kiritiladi va hudud tanlanadi, tuman tanlanadi, mahalla tanlangandan keyin hokim yordamchisining ma'lumotlari chiqib keladi. Foydalanish maydonini kadastrdan olsa bo'ladi. Kadastrda chiqadi bu ma'lumotlar. Keyin manzil kiritiladi va kadastri yuklanganidan keyin kadastr ma'lumoti yuklangandan keyin bu yoqda o'sha yuborish uchun belgilangan shu talablar o'qib chiqish kerak bo'ladi. Bu hammasiga rozi bo'lingandan keyin barchasini belgilagan holda auditda boshlang'ich narxi belgilanadi va keyingi narxi savdo jarayonida aniqlanadi va yuboriladi. Va bundan keyin audit shartnomasi shakllanadi. Bir kundan keyin shakllanadi.